Sizlar uchun minishga tayyor do'stlar. Matiz Mix topib qo'ydim. Ya'ni juda ham arzon narxlarda do'stlar. Mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Mashinamiz bozorga tayyorlanmagan, ya'ni yuvilmagan, salonlari tozalanmagan. O'zingizlar uchun bemalol tozalab, bitta chiroyli ximchiska do'stlar qo'ysanglar zo'r bo'ladi. Mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. Salon holati mana shu videoda ko'ringanidek, kraska holati 30%, oldi orqasi pechatdan aka. Pechat. Mashinamiz metanda. Motor, ходовой korobkalarda ish bormi yo'qmi aka? Ishi yo'q. Do'stlar, bosib o'tgan masofasi 200 ming ha buni. 200 ming. Gen chiqadimi yaxshi odamlar bo'lsa? Qancha so'rayapsiz? Hamma dakmet bo'ladi. Qancha so'rayapsiz? Bo'ladiganini aytib qo'yray. Yo'q. Kanal uchun beriladigan davay. Chochkasini ayting, oxiri. Oxiri taqalgani 2300. 2009-yil Matiz, 2300 ga aka nomeringiz. 95lik. Aha. 633 0303. Hoziroq mana shu videoni do'stlar Matiz qidirib yurgan akalarga jo'natib, kanalga obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar do'stlar. Buni polni kraskasini ham shu bozorda odamlar 2,5-3 ming so'rab turibdi. Mana sizlar uchun 30% kraskali oldi orqasi pechat Matiz. Ulgurib qolinglar.